Assalomu alaykum, yurtdoshlar, vatandoshlar. Meni yoqdi qarang, meni yoqdi. Ertalab nonushta tayyorladim. Vesim yana 100 grammga ham nori bo'lmagan. Lekin shunday bo'lsa ham не сдаюсь. Mana ikkita tuxum va sabzavot mevzavodlar. Otasi kelg'oying endi. Mana kofe. Ermem kofe qilib berayin. Otasi kelg'oying. Was nochmal? Keyin qani mana yoqqa? Mana yoqqa keng. Unda tushirmang men betimni. Otasi yemaydi. Juda vav qilyapti. Buni sizlar yemaydi bu. To'g'rimi? Max-tu? Jo'g'ayapmi? Нет, yok. Yo'q. Ja, klar. Wow. Videoga kolbasasi tushirgan edik. Endi qarang, mana kolbasani olyapti. Shuat, nima odamlarni aldayapti shuytib. Mana kolbasa ham jiymi ozayotgan odam. Meni yoqdi qarang. Meni yoqdi qarang. Кто худеет, разве колбасу кушает? Давай. Вас давай. Bundan tagi to'la o't, buni hirpayib turganiga ishonmanglar. Bunga birovga ham qorin to'ymaydi. Ha. To'g'rimi? Men videoni o'chirgandan keyin xolodilnikka kirib kolbasalarni olyapti qarasam. Nima uytasan?